Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Alaykum. Allohga shukr. Tak, Yusupova Marziya 59-yil, Tojikiston Respublikasi, Panjikent shahri. Gulakandos? Yo, Panjagent, o'zimi? Panjagent So'jina qishlog'idan. So'janasi. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Girija bilan shikoyat qilib keldingiz. Xo'sh. L4 L5 da 4,2 mm, L5 S1 da 4,3 mm, protruziya L2 L3 da 3 mm, L3 L4 da 3 mm. Остеохондроз, остеопороз, спондилоартроз, сколиоз нижнегрудного и поясничного отдела. Неспецифический спондилит, ретроспондилолистез, сылжышан бар ekan birinchi степень, антиспондилолистез, 5-позвоночник, дегенерация. Oho, ko'p-ku. Umurtqa. Oldiga, orqaga ketdi. Ha. Ikkita oldiga, ikkita orqaga ketgan. Tushundim. Umurtqa ancha mazasi qochib qolibdi-ku. Yiqilganingiz yo'qmi? O'zi tabiiy shunaqa bo'lib qo'ydi. Ha. Davolash muddati cheklanmagan, to yaxshi bo'lgan kuningizgacha. Qancha yil bo'ldi bunga? Ancha bo'ldi. Anchasi qancha? 15-20 yil bo'lgandir. Shu og'rib yurganingizgami? Ha, avval nima qilmadim, o'tib ketardi, keyin oyog'imni ushlagandan keyin Oyoqni necha yil bo'ldi ushlab qo'yganiga? oyoqqa 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Davolanib yuribsiz. Bormagan joyingiz qoldimi? Yo'q. Bu yerdan tashqarida. Oyog'im tozalab sassaga qoldim. Keyin Toshkentga bordim. O'zim qonimni bu yerdan nima qilishdi, ukol qilishdi. Keyin yo'q, shunaqaki tizam yaxshi bo'lib ketdi. Tizam nima qilmaydi, og'rimaydi. Shu belim. Belni o'zi og'riydimi? Belim ham hozir nima bo'lgan deyapti, so'rilish yaxshi, yo'q bo'lgan deyapti-ku, nima girja. Yo'q, uni emas, siz o'zingiz hissiyotingizni gapiring. O'zimga uncha belim qotadi, oldingidek og'rimaydi. Mana bu tarafimdan. Mana bergachi songa. Bu tarafdan mana bu yerdan beradi. Shundan oyoqni uchigacha. Uvushadimi oyoq? Uvushmaydi, yaxda o'lis, muzlab qoladi. Muzlab qoladi. Sal sovuqqa tursam muzlab qoladi, tortib qoladi. Shamollasa ham bo'lmaydi. Yo'q, shamollash emas. Yaxshi qon bormagani hisobiga bo'ladi. Qisilib qolgan deydi, nerv deydi. Qayerga borsan nerv qisiladi. Cho'zilish, bu yerda cho'zish yo'li bilan davolaymiz. Yotqizilgan holatda cho'zamiz. Beldan bo'ylab, oyoq qo'ldan bo'ylab cho'ziladi. Kuniga cho'zilavergandan keyin umurtqa ochiladi. Ilojga bordim, nima qilib balchiqqa 1 soat, 2 soatlik qilib o'rab qo'yishsam, nerv issiq bilan ochiladimi deb bo'lmadi. Ochilmaydi. Ochilmadi, qayerga. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Arziya opa. Tak. Uchinchi aprel 2026-yil keldingiz. Yusupova Marziya 59-yil. Tojikiston Respublikasi, Panjikent rayoni. Belim og'rib, oyog'imga beryapti. 3-4 marta kasalxonada yotib davolandim. O'zgarish bo'lmadi. Endi bu qog'ozlaringiz. Grija diska L1, L2, L4, L5, L5, S1. Ретроспондилолистез позвонка первой степени. Антиспондилолистез позвонка L5 первой степени. Дегенерация тела позвонка. Bular hammasi umurtqangizni eskirgani hisobiga. Tak. Bugun 11-mi? 13 kun. 10 kun. Yo'q, chislo bugun 11mi, 12mi? 12 bugun. Ha, 12-aprel 2026-yil. Bugun uyga ketyapsiz. Ahvolingiz haqida gaplashsak. Ahvolim yaxshi, ancha. O'zgarishlarim yaxshi, Allohga shukr. Nimasi o'zgardi masalan? Kelganimga ancha egri-bugri bo'lib kelgan edim.
Yo'q, hozir yaxshi. Bukilib keldingizmi? Qaysi kun magazinga borib keldim, yaxshi borib keldim. Oyog'im olmadi. Tak, endi mana bu degeneratsiya degan so'zimiz bor. Bu Hmm. umurtqani mana bunday g'adir budir bunaqa qiyshayib qolgani. Buni sekin-sekin o'rgatganimdek turnikda oyoqni uchida turib, har kuni 2 martami, 3 martami turasizda, o'shani asta umurtqani cho'zib yuraverasiz. Umurtqa yana bosilib qolmasligi kerakda. Men 10 kun davomida qattiq cho'zdim. E'tibor berdingiz. Ochildi, ancha joy ochildi. Endi bu qaytib bormasligi uchun faqat yengil tortilib turishingiz kerak. Yurish kerak, a? Ha, bo'ldi shu. Asosiy shu. Ko'p o'tirish kerak emas. Endi o'tirish hech narsa qilmaydi. Yo'q, o'tirsam qisilib qolmaydimi? Yo'q, qisilib qolmaydi. Endi o'tirib tikuvchi emassiz-ku. Ha. Nima ish qilasiz o'tirib? Yo'q, o'rgamancha ko'proq o'tirsam, bir kitob o'qisam, nima qilsam, ko'p Kitob o'qisangiz, yonboshlab, salgina Yonboshlab. yonboshlab oling. Yozib olish qo'ying. Bu tomonga. Masalan, men bir joyga bormoqchi bo'lsam, mana vaqtida grija bo'lganman. Masalan, mashinada o'tirsam, bir tomon, ikki tomonga aylantirib, almashib o'tirib ketaveraman. Hozir ham Bunday hozirgidek bunday o'tiravermayman-da. o'sha mashinaga minsam ham sal bundayroq Ha, ha. uzoq yo'lda. Ana shunaqa qilib bitta buksaga o'tirasiz, keyin bu buksaga shu bilan o'tkazib yuboraverasiz. Mehnatidan rozimisiz? Mehnatga roziman. Siz ham rozi bo'ling. Allohga shukr, rahmat. Men ham roziman. Mana sizdek bemorimni bu yerga kelgani, bizlarni masalan ixlos qilib kelganingiz uchun katta rahmat. Mana qo'limdan keldi shekilli davolab berdim. Xarajatingizga rozimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib oling. Bironta bir savol javob bo'lib qolsa, Telegram kanal orqali yozavering. Chunki siz chet davlatdagi odamsiz. Telegram anaqa svязь bunaqasiga prямойga qimmatga tushadi. Telegram orqali tekin-ku. Ha, tekin. Bemalol yozib, uka mana shunday problemam shunaqa deb turib aytsangiz, tushuntirib beraveraman. Xudo fakisam emailda qilish shart emas Hech narsa shart emas. Kelasiz, mana aytganimizdek, vaqti-vaqtida 3 oyda kelasizmi, 5 oyda kelasizmi, qay vaqtiga o'zingiz to'g'ri kelsa, shunday kelib telefon qilasiz, joy bormi deb so'raysiz, kelasizda 10 kun davolanib ketaverasiz. Xudo xolasa. Bo'ldi. Shu davomida har safar yengil bo'lib bemalol yuraverasiz. Endi boyagi umurtqangiz asosiy sizniki qarichilikniki. Uni tortib turish kerak xolos. Hech kimga bu gapni aytmayman. Bir davolasam chiqarib yuboraveraman. Sizniki esa bu vaqtlik hisobi. Buni nima qilib, natijka qilib berib turish kerak-da. Aytdim-ku, bordim shu gryazga ham ko'mishcha o'rab 2 soatlik qilib ochiladimi, qisilgan-ku. Ochilmadi. Yo'q, buni mana qarang, mana juda qattiq-da bu. Mana shuni ochish uchun juda kuch kerak. Ocholdim endi hozir. Ochganimdan keyin endi buni yopib qo'ymaslik kerak. Salgina tursangiz bo'ldi, yopilmaydi. Yengilgina holatda tortilsangiz bo'ldi. Tushunarli? Salomat bo'ling. Hamma sog' bo'ling, ishlaringiz rivojini bersin.